Assalomu alaykum hammaga. Bu obzorimizda Glam Tea seriyasidan Faberlic kompaniyasini matовый finish eng zo'r pudralaridan. Buni foydalanish turi ikkita bo'ladi. Judayam naturalniy matовый ton beradi. Birinchi navbatda sponjikda shu pudrani sponjigini suvga botirib ishlatsa bo'ladi. Влажный effekt bo'lib, ровный ton qilib или сухой bu quruq foydalansa bo'ladi. Hozir mana buni ochib ko'rsataman. Mana bu yerda срок годностьlari yoziladi. Mana yerda grammovkasi mana. Bu yoqda mana срок годностьlari bor. Mana chiqqan datalari mana. Chiqqan datasidan 3 yil срок годность beriladi. Hozir buni ochib ko'rsataman. Mana bunaqa chiroyli nimada keladi. Qadoqlari mana bunaqa. Mana qaranglar qanaqa богатый. Judayam chiroyli. Mana. Idishlari ham богатый, judayam menga yoqdi. Mana bunday ochiladi. Mana aynaklari juda katta. Mana. Hozir mana buni sponjigini olib ko'rsataman, qanday bu effekt beriladi. Yaxshilab mana surkamiz, сухой foydalanib ko'ramiz. Mana olindi bu. Hozir buni bunday yopib qo'yamiz. Qo'limizga surkab ko'ramiz. Qani. Mana bunaqa. Men buni tonini boshqa rangidan olganman. Oq rangidan, потому что oq rang hammani rangi har xil. Buni 2 ta, 3 ta ton rangi bo'ladi. U hamma o'zini yuziga moslab tanlasa bemalol bo'ladi. Mana. Mana effekt. Judayam zo'r effektda mana. Mana. Сухой bu nimasi? Сухой sponjikda mana yanagicha olib judayam mягкий surkalyapti. Mana yana olamiz. Mana. Ko'jaga yaxshilab подстраиваться qilyapti. Men o'zi oq yaxshi ko'raman pudralarni rangini tanlaganda. Bir xilgi qizlar yoqtiradi bronzovый ranglarni, har xil молочный ranglarni yaxshi ko'radi. Menga oq yoqadi, xuddi koreyalik qizlardaqa oppoq bo'lish. Mana. Judayam effekt zo'r. Hozir mana men buni сравнить qilaman. Mana. Bu surkalmagan qo'lim, mana bu surkalgan qo'lim. Mana judayam hech qanaqa propleshinalari yo'q. Judayam даже krem surkab yoki krem mana surkalmagan qo'lga mana сухой qo'l teriga ham mana surkadim. Judayam zo'r effektda. Mana. Ровный yotdi. Allaqa ko'chib, hali nima qilib, xune qilib qo'ygani yo'q. Xuddi tonalkadaqa yotdi. Buni влажный qilib ham foydalansa bo'ladi. Mana effekti. Judayam zo'r, tavsiya beraman. Faberlic kompaniyasiniki.